Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Faqat 24 soat reklama kanalimizda 3 xonali ijaraga zo'r joy topib qo'ydim. Qaranglar. Kirish joyimiz umumiy sanuzeli. Egasi aytayapti, 1 oydan keyin stralniy mashina olib beraman deyapti. Srazi qaranglar. Konditsioner, Wi-Fi bor. Sentrdan mana kuxnyasi, gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Bu joyimiz 2-etajda joylashgan. Qaranglar, chiroyli qilib qo'yishgan. Oilaga berishadi, qolganlar bezovta qilmasin aka deyishdi. Bo'ldi dedim mana. Birinchi xonamiz. Bu ikkinchi xonamiz, natijada patologlar qilib yashashga tayyor qilib qo'yishgan. Qaranglar. Yaxshi qilib qarab yashayman degan oila bo'lsa, aka beravering deyishdi. Kelib syomka qilyapmiz. Mana Wi-Fi. Eng zo'r joyni aytaman. 2-etaj Rishtonni qoq markazidan mana hokimiyatni to'g'risida, ro'parasida. Akalar, narxiga kelsak, 1 oyga $200, 3 xonaga rosa ham zo'r pul. Bosinglar, pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, o'zi kelib yashasalaring bo'ladi. Bu joyga akamiz xolodilnik ham olib beraman dedi. Stralniy mashina, xolodilnik olib beraman. 1 oyda, xudo xolisa deyishdi.